Bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish qo'shimchalar kiritish haqida o'tgan safar juda yaxshigina muhokamalar, munozaralar bo'ldi. To'g'risini aytish kerak, bu albatta qiziq, parlamentda bo'lish kerak bo'lgan jarayonlardan bittasi. Xususan Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari va ba'zi deputatlarimiz savollar bilan ko'tarishdi va bitta modda bo'yicha ovoz berganda o'tmagan edi. Alisher Keldiyevich e'tiroz bildirganlar shu e'tirozlar bo'yicha yanada aniqlashtirish, yanada huquqni qo'llashda masala keltirmaydigan darajaga olib kelindi. Marhamat. Hurmatli spiker, rahmat. Hurmatli hamkasblar, o'tgan yig'ilishda biz bu modda bo'yicha e'tirozlarimizni bildirgan edik. Qo'mita bilan yaqindan ishlandi va qo'mita bizning takliflarimizni qabul qildi. Qonunning tahririda biz istagan yozuvlar kirdi barchasi. Zo'ravonlik umumiy ko'rinishda emas. Hozir hurmatli spikerimiz ta'kidlab o'tganlaridek, aynan manzilli, ya'ni zo'ravonlikning qaysi turlari, jismoniy zo'ravonlik, tahqirlash yoki xo'rlash bolani mumkin emasligi qonunda belgilab qo'yildi. O'ylayman, qonundagi bu tahrir o'qituvchilarimizning haq-huquqlarini to'g'ri himoya qilinishiga olib keladi va qonunimiz ham aniq va lo'nda ishlashiga olib keladi. Qo'mitaga minnatdorchilik bildiramiz. Qonunni qabul qilishga e'tirozimiz yo'q. Prezidentimizni olib borayotgan siyosatlarning ichida eng asosiylardan bittasi mana shu oilada bolalarga nisbatan ularning huquqlarini himoya qilish. Buni butun dunyo xalqaro hamjamiyat tan beryapti. Deylikki bu joylarda ham o'zini amaliy natijalarini ko'rsatyapti. Shuning uchun mana bizda mana aniqlik kiritganligingiz bekorga emas. Bolalarni zo'ravonlikdan saqlashda zo'ravonlikni hamma turlari alohida aytilgan va mana shu qonunda biz hozirgi sizlar bilan ma'qullagan qonunda zo'ravonlikni hamma turi bo'yicha pedagoglar javobgar bo'lmaydi, balki ota-onalar, uni bosuvchilar bor. Ya'ni o'zi pedagoglar subyekt bo'lishi mumkin bo'lgan holatni biz aniq ko'rsatdik. 3-o'qishda qabul qilish bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Marhamat, ovozga qo'yiladi. Rahmat.